inson bilasiz bir narsaga berilgan paytda yuzi o'zgaradi. Jahl chiqqanda ham, kulganda, tabassum qilganda ham insonning vujudida bo'layotgan narsa yuzga albatta zohir bo'ladi. U o'sha quvvatni qilaman deb yuz o'zgarishlariga e'tibor bermagan va men o'shandan keyin avvalda e'tibor qilsak-da, yana ham zarur dedim, o'zimni darsim, sabog'imga doim nima qo'yib qo'yishni? Oyna qo'yib qo'yishni. Oyna. Hazrat doktor Ayman Suyetlarni ko'rsangiz ham katta oyna turadi. Biz Usmonxondan iltimos qilamiz, biz idoramiz nomidan, bo'limimiz nomidan ertaga har o'sha xonning ustiga bittadan oyna qo'yilsin. Ustozlar taraflaridan hozirgidek o'sha o'quvchini yoki domlamiz tarafidan yuzlarida xato, kamchilik, harakat oshiqcha bo'lsa, oynaga qarang deyilsin. Oynaga qarab o'zini inson tuzatadi. Bizga buni Shayx Abbos rahmatullohi alayhi ilk saboqlarda ham o'rgatganlar, la deganlar. Masalan, men eslayman 2000-yillarda borib Shayx Abbosga borib o'qiganimda ihdinas sirotal mustaqim deb turib, ihdinas sirota deya cho'nchaytirib o'qirdim. Nega bunday qilyapsan deganlarda, sotni safirini chiqarmoqchiman deganda, la deganimizda la deganlar. Sotni safiri, sot harfini safiri bor haqiqatda. Hushtaksimon sadosi. Unday bo'lmaydi deya qaytarganlar. Al-mustaqimda masalan, birinchisi dom mushafatayk, birinchi mimdagi dommaga labingni cho'nchaytirgin, sinda qaytgin derdilar. Al-musta fathada ochgin derdilar. Buni endi o'rganishlik uchun uyga kelardik, oynamizga qarab, shayximizning saboqlarini eshitib tuzatardik. Demak, oyna siz uchun eng yaxshi do'st, yaxshi hamroh. To tajvidingiz tuzalgandan keyin ham hatto namozingizni boshlashingizdan avval qo'lingizdagi telefoningizni oynasiga qarab bo'lsa ham bitta Fotihangizni oynaga qarab bundan keyin mashq qilasiz. Tushunarlimi? Bu hozir bu o'sha domlamizdan Alloh rozi bo'lsin, harakatlardan, Orif qorni aytgan so'zlardan aytishlikni vojib deb bildik. Hammamiz uchun kerak. Ya'ni aytayaptilarki, qarab turing, mana harakat bo'lib ketadi. Min valiyyin va la nasir. Aytdi-ku, bosh, ko'z, yuz o'zgarib ketadi. Buni sizdan oluvchi kishi undan battarroq qilib, undan ham takallufliroq qilib o'qib, yuzlari mutlaqo xunuk bo'lib ketishi mumkin. Masalan, qarab turing. Min valiyyin mana bunday o'qiladi. Min valiyyin va la nasir. Yuzimda o'zgarish yo'q, to'g'rimi? Faqat nima qilyapman? Labim uchun cho'nchaytiryapman, to'g'rimi? Endi qarang. Min qanaqa shaklim zo'rmi? Min valiyyin. Qanday qoshlarim? Bundan emas, bu kayfiyatda o'qilmaydi. Juda ham ehtiyot bo'lamiz. Faqat dommada cho'nchaytiramiz, fathada ochamiz, kasrada pastki joylar pastga endiriladi. Bo'ldi. Ko'z, qoshni hech nimasi yo'q. Ko'plar qoshlarini chimirib olgandan aytlar burishib ketadi. Tushunarlimi? Va gavda, mana qorlar o'tadi, namozga o'tyapti masalan. Masalan aytayapti: "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha." deb. Bo'lmaydi bu.